2026-yil 24 fevralda Prezidentimiz tomonidan mamlakatimiz yoshlar bilan ochiq muloqotda belgilab berilgan ustuvor vazifalarga muvofiq haftaning har payshanbasi Yoshlar kuni etib belgilandi. Ushbu tashabbus yoshlar bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish, ularning muammolarini bevosita o'rganish va ularni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Shu munosabat bilan Bektemir tumanidagi 358-umumta'lim maktabida rahbar va yoshlar uchrashuvi yuqori saviyada tashkil etildi. Unda Oliy Majlis Senatining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi, O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi rahbariyati, tuman hokimi, tegishli tashkilot va idoralar rahbarlari hamda faol, tashabbuskor va iqtidorli yoshlar ishtirok etdi. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan muloqotda yoshlar tomonidan ilgari surilayotgan istiqbolli startap loyihalar taqdimoti tashkil etilib, ularning amaliy ahamiyati, iqtisodiy samaradorligi va hayotga tatbiq etish imkoniyatlari ham muhokama qilindi. Rahbarlar tomonidan har bir loyiha bo'yicha aniq tavsiyalar bildirilib, ularni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari yuzasidan zarur tushunchalar berildi. Ushbu muloqotda men ham mahallamizga bolalar o'yingohini tashkil etish, bundan tashqari jamoat transportlari tizimini shakllantirish, qayta ko'rib chiqish bo'yicha o'zimni takliflarimni berib o'tdim va bu berib o'tgan takliflarimni ijrosini ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Jarayonda maktabda sport va fan to'garaklari uchun yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. Uchrashuv Mudofaa va favqulodda vaziyatlar vazirliklari harbiy xizmatchilari va Milliy gvardiya harbiy musiqa akademik litseyi o'quvchilari ko'rgazmali chiqishlardan iborat vatanparvarlik tadbiriga ulanib ketdi.